Qalbdagi qo'rquv hamda yurakdagi armonlarga davo ushbu video. Ko'rib rohatlaning. Barchamiz ota-onamizni jonimizdan ortiq yaxshi ko'ramiz. Agar ular og'rib qolsa, bizning qalbimiz og'riydi. Yana shunday insonlar borki, yoshlik payti, qo'lida yo'q payti, erta ota-onasidan ayrilib, keyinchalik ishlari yaxshi bo'lib, katta yutuqlarga erishganda, ota-onam shundan yaxshi kunlarda, shunday yutuqlarni rohatini ko'rmay o'tib ketishdi deb armon bilan yashayotgan insonlar ham oramizda yo'q emas. Kim Qadr kechasi kuni Qadr kechani kutib 2 rakat namozga niyatni qilib, har bir rakatda Fotiha surasini o'qib, hamda har bir rakatda 7 marotaba Ixlos surasini o'qib, hamda o'tirib salom bergandan so'ng 70 marotaba astag'firulloh va atubu ilayhini aytsa, o'tirib to turguncha o'qigan odamni hamda ota-enasini qilgan barcha gunohini Alloh taolo kechirib yuboradi. Albatta Qadr kechani ro'za Ramazonni hurmatidan hamda fazilatidan